Qadrli mijozlar, eslatma o'rnida aytib o'taman. Rasman 1-yanvardan Cobalt rossiyskiy podkreniklarning narxi oshayotir. Nimaga deganda zavodini o'zi narxini oshirdi rasman. Qarang, Cobalt podkrenikni eski narxidan xarid etjak bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, qo'ydiramonda planlatib qo'ygan bo'lsangizlar, srochniy pastdagi nomerlari podkreniklaringizni zakaz etib bron etib qo'ysangizlar bo'ladi eski narxidan. 1-yanvardan narxi 100 ming so'm qimmatlaydi. Ma'lumot uchun, rossiyskiy podkrenikimiz hozirgi kundagi narxi 490 ming so'm. Eski narxida bron etib qo'ysangizlar bo'ladi. Yana az navbatdagi avtomobillarimizni ham ustanovka qilib beramiz. Qarang, buni O'zbekiston varianti ham bor, adashtirmang. Rossiyskisi faqat bizda bor. Chap tomoni tayyor bo'ldi. Cobaltchi bratlara videoni srochniy jo'natib qo'yamiz. Manfaatli bo'lsin. Toza yildan xudo xolasa yangi narxlar chiqadi. Eski narxda xarid etaman desangizlar, srochniy pastdagi nomerlarga Telegramdan yozing. Telefon qilish mumkin emas. Bron etib qo'ysangiz, sizga eski narxidan olib qo'yamiz.